Ha, bu nima bo'ldi uka? Yangi telefon oldim. Rasmlar narxi eski telefonda qolib ketibdi. Endi uydagilarga nima deyishni bilmay o'tiribman-da. Uka, o'zing shu yerda ishlab turib bilmaysanmi? Biz o'sha telefondagi yoki xotira bo'lib qolgan rasmlarni bir umrga saqlab qolish uchun mana bunaqa albomlar yasaymiz. Bu albomlarda telefoningizdagi eski o'chib ketgan rasmlar, boshqalar u muammo emas endi, chunki bir umr mana shu bolalarning mana shu yoshligi bir umr mana shu kitobchada, mana shu albomda esdalik bo'lib qoladi. Bu albomda dizaynlarini, chiroyliligini qarang. Har bitta dizaynni shaxsan o'zim qilib chiqaman. Shuning uchun nafaqat telefoningiz o'zida ko'rgandan ko'ra bu albomda tomosha qilish anchagina maroqli va yoqimli bo'ladi. Sizlarda ham xuddi shunaqa muammo bo'ladigan bo'lsa, albatta iStart Printingga murojaat qilinglar. Har bir olingan rasmni bir umrlik xotiraga muhrlaymiz. iStartga murojaat qiling.